Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javlon Mamopov. Hop, PowerPoint darslari davom etadi. Bugun ikkinchi dars. O'tgan darsda siz PowerPoint dasturi bilan tanishgan edik. Fayl bo'limi, glavniy bo'limlari bilan tanishib chiqqan edik, o'sha yoqdagi buyruqlar bilan. Hop, endi bugungi darsda sizlar bilan vstavka bo'limi, dizayn, переход, animatsiya, slayd show, resizирование, bit bo'limlari bilan birma-bir tanishib chiqqanmiz. Keyin amal ishlar qilamiz sizlar bilan birgalikda. Hop. Endi vstavka bo'limiga o'tadigan bo'lsak, hop, undan oldin yangi o'sha fayl ochib Mana bizda tayyor faylimiz bor edi o'tgan darsda ko'rinishda. Endi buni o'chirib yuborib turib, misol yangi o'sha sozdать slayd qilib, misol aytaylik, mana bu ko'rinishdagi layout tanlab olib davom etishimiz mumkin. Hop, glavniy bo'limni ko'rib chiqqan edik. Glavniy bo'limda o'sha shriftlarni sozlashimiz mumkin edi. Mana bu yoqda maketni sozlashimiz mumkin edi. Shriftlarni qanaqadir shaklda qo'shishimiz mumkin edi, misol uchun. Hop, bundan tashqari, hop, mana заменить o'rniga o'rin almashtirish va найти qidirish buyruqlarini ham ko'rgan edik. Заменить bu o'rniga qo'yaveradi. Prezentatsiya deb yozsak, misol ko'p yozganmiz prezentatsiya degan so'zni. Shu muammo bo'lmasligi uchun mana заменить yoki Ctrl H tugmalarini bosib, bu yoqda o'sha prezentatsiya va tagidan taqdimot deb заменить все qilsak, mana hamma prezentatsiya degan so'zlarimiz taqdimot so'ziga almashib qolar edi. Shuni ko'rib chiqqandik sizlar bilan. Hop, umumiy PowerPoint dasturi bilan tanishdik, interfeys bilan ozgina. Hop, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa vstavka bo'limi. Vstavka bo'limida asosiy qilinishi kerak bo'lgan ishlarni ko'rib chiqamiz. Hop. Birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu tablitsa. Tablitsa. Endi bu yoqda ham sozdать slayd bor, xuddi o'sha narsa. Endi bu yoqdan tablitsani ko'rishimiz mumkin. Xuddi Microsoft Word dasturiga o'xshab, bu yoqqa ham qanaqadir o'sha tablitsalar yozishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun shu tartibda mana ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan keyin bizga o'sha mana vstavka bo'limi tablitsani tanlab olamiz. Undan keyin tablitsani tanlab olganimizdan keyin bizga mana ustiga bossak, konstruktor oynasi o'zi avtomatik ochadi. Bu yoqdan qanaqadir uni ko'rinishini sozlashimiz mumkin. O'zimizga yoqadigan qanaqadir ko'rinishda. Buni to'ldirishimiz mumkin. Misol uchun mana turli xil ko'rinishda to'ldirib borishimiz mumkin. Shunaqa. Buni to'ldirishimiz mumkin bemalol. O'zimiz o'sha nima desa bo'ladi, xohlagan formatda. Endi o'zi odatda taqdimotda unaqa jadvallar ko'p ishlatilmaydi, lekin kerak bo'lib qolsa siz ham o'sha bemalol to'ldirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi bu jadvallarni. Hop, keyingi vstavka bo'limidagi keyingi narsa, mana jadvallarni ko'rdik. Mana bu yoqda o'sha turli xil jadvallar, bu yoqda sozlash mumkin jadvallarni, o'sha fonini belgilash mumkin, qanaqadir temasini belgilash mumkin. O'zingiz xohlagancha o'sha qilishingiz mumkin. Mana bu yoqdan uni ko'rinishini, o'sha shaklini o'zgartirish mumkin xohlagancha, yo'nalishni o'zgartirish mumkin uni, xohlagan joyga surib borib qo'yish mumkin. Kichraytirish, misol, kattartirish mumkin. Shunaqa o'zingiz xohlagan holatda ishlatishingiz mumkin. Hop, keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa risunki, ya'ni rasm. Bu ikki xili bor. Kompyuterdan rasm yuklash va internetdan rasm yuklash. Endi bizga kerak bo'ladigan kompyuterdan rasm yuklash. Bosamiz. Qanaqa rasm tanlaymiz? Misol, fishing, stavit. Bizga anaqa rasmni qo'yaveradi kompyuterimizdan. Buni ham xuddi shunaqa sozlashimiz mumkin. Buni ham bunday ustiga bosadigan bo'lsak, konstruktor oynasi yoki format oynasini ochib beradi. Glavniy turganida format oynasini ochib beradi. Bu yoqdan o'sha rasmimizni ko'rinishini o'zgartirishimiz mumkin. Turli xil ko'rinishlarda qilib qo'yishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda misol uchun. Undan tashqari mana bu yoqda o'sha granitsalarni belgilashimiz mumkin rasmda. Umumiy rasm bilan sozlamalarni qilishimiz mumkin. Mana bu yoqda rassomlik effektlari bor, svet bor, korreksiya bor. Mana fonini o'chirib tashlashimiz mumkin agar foni bor bo'lsa, mana bizga kerak emas bu narsa hozir. Mana bu yoqda kesib olishimiz mumkin rasmni, o'sha qaysi qismlarini, misol uchun. Umumiy rasm bilan qilinishi kerak bo'lgan amaliyotlar bor bu format bo'limida. Rasm ustiga bossangiz chiqadi format. Ungacha chiqmaydi, mana bu yoqda yo'q. Rasm ustiga borsam bor. Hop, vstavkadagi keyingisi bu изображение из interneta, ya'ni internetdan rasm yuklash. Hop. Internetdan rasm yuklash bizga bitta qidiruv oynasini ochib beradi. Shu qidiruv oynasidan foydalangan holda asosan Bing bo'ladi. Xuddali Google'dan qanaqa qidiramiz? Shu Google'dan qidirganimizdek qidiramiz. Enter bosamiz, bizga taklif qiladi. Birortasini tanlaymiz va olib kelib beradi bizga. Buni ham hali ko'ramiz. Hozir internet juda yaxshi emas. Buni ham qilib ko'rishinglar mumkin.
O'zi PowerPoint bu amaliy bo'lgani uchun, shuning uchun men bilan birga ketsanglar oson tushunasizlar. Keyingisi sнимок. Ya'ni bu ekranni qanaqadir o'sha biror bir joyini skrinshot qilib, misol uchun, bunday qilib turib, skrinshot oldim. Skrinshot bu. Undan keyin bu yoqqa kelib turib, Ctrl V tugmalarini bossam, mana o'sha skrinshot qilgan rasmni menga olib kelib beradi. E'tibor bersanglar skrinshot qildim. Mana menga olib kelib berdi o'sha skrinshot bo'lgan fayl. Endi ko'p narsani skrinshot qilishingiz mumkin. O'sha skrinshot bo'lgandan keyin Ctrl V tugmasini bosib, shu yoqqa qo'yib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi mana figuralar. O'sha o'tgan darsda ko'rgan figuralarimiz. Mana shiftni bosadigan bo'lsangiz, to'rtburchak holatda chiqarib beradi. Vstavka, figura, qanaqadir figura. Mana shiftni bossak, to'rtburchak hamma joyini teng holatda chiqarib beradi. Bo'lmasa, mana xohlagan formatda qanaqadir o'zgartirib olishingiz mumkin. Undan keyin mana o'sha bu figurani qo'yganimizdan keyin uni sariq belgilar chiqadi. Sariq belgilar orqali uni turli xil ko'rinishlarga mana olib kelishimiz mumkin. Ya'ni xohlagancha bukishimiz mumkin. Mana bu yoqdan bunday qilib turib, bunaqasiga bukishimiz mumkin. Bunaqasiga bukishimiz mumkin. Ya'ni turli xil o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin bu figuramizga. O'tgan dars aytish esdan chiqdi. Mana figurani tanlaymiz. Shiftni bossak dumaloq qilib beradi. Mana bu yerda o'sha sariq o'z oynalari bo'ladi. Sariqlar orqali bemalol sozlashimiz mumkin. Ayniqsa o'sha uchburchagida zo'r bilinardi. Figura uchburchak mana oldim. Shift mana qilsam har xil bo'lyapti. Shiftni bosaman, joyiga kelib qoladi. Keyin sariqlar orqali mana bu yoqqa har xil turli xil joylarga bukishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, vstavka bo'limidagi keyingisi bu mana smart art, ya'ni o'sha o'tgan safar ko'rgan figuralarni turli xil o'sha kombinatsiya qilingan, aralashtirilgan, qo'shilgan versiyasi. Xohlaganimizni tanlab olib, mana qanaqa tekstlar yozib, qanaqadir o'sha shunaqa chiroyli nima desa bo'ladi, ko'rinishlarda chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Hop, bizga kerak emas bu. Vstavka bo'limidan keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu diagrammalar. Mana turli xil diagrammalar. Bu diagrammani ishlatishimiz uchun albatta bizga jadval kerak bo'ladi. Shu jadvaldan foydalangan holatda diagrammani chiqarishimiz mumkin. Endi bu yoqda hozir jadval yo'q. Mana tepada jadval chiqarib beryapti. Shu jadvalni sozlab, shu diagrammani qanaqadir o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana e'tibor bersanglar o'zgaryapti diagramma. Ya'ni buni manbasi o'zgargandan keyin bu diagramma ham o'zgaryapti. Shunaqa manbasini o'zgartirib, diagrammani sozlab chiqarishingiz mumkin. Xo'p, keyingisi magazin, ya'ni bu nadstroyki bo'limi. O'sha birinchi darsda ko'rib chiqqandik sizlar bilan. Nadstroyki bo'lim bu PowerPointga tashqaridan o'rnatiladigan, PowerPointga qanaqadir qo'shimchalar qo'shadigan dasturchalar. Xuddi brauzerdagi extensionlarga o'xshaydi. Xo'p. Vstavka bo'limidagi keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu gipersilkalar bor ekan. Bu yoqqa silka qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun shu taqdimot bosilgan paytda shu taqdimotda biror bir slaydiga o'tkazib yuborishimiz yoki qanaqadir internetdagi brauzerdagi biror bir yo'lga o'tkazib yuborishimiz mumkin. Новый dokument, misol uchun bu yerda dokumentni ko'rsatib, shu ustiga bosganda o'sha dokumentga o'tkazib yuborishni sozlashimiz mumkin. Yana bo'lmasa bu yerda mana slayd deyishim mumkin. Okey bosib turib, bu yoqqa qanaqadir bitta boshqa slayd qo'shib, misol mana taqdimotni bitta bossam, buni ishga tushirishimiz kerak oldin. Mana bitta bossam, keyingi slaydga o'tkazib beradi. Misol uchun buni ikkinchi slayd desam, mana birinchi taqdimotga o'taman. Buni o'sha ya'ni boshlayman, namoyish qilaman prezentatsiyani, ya'ni bunday bosaman. Yoki shuni yoki F5 ni bosib, keyin taqdimotga bitta bossam, mana ikkinchi slaydga o'tkazib beradi. Chunki men buni ikkinchi slaydga o'tkazib ber deb havola qo'yib qo'ydim. Ya'ni bu gipersilka, bu havola. O'chirib yuborish ham mumkin havolani. Xo'p, vstavka, gipersilka, uzayli silka qilib o'chirib yuborish mumkin. Umumiy gipersilka havola qo'shasiz. Новый dokumentga, qanaqadir elektron pochtaga, misol qanaqadir veb stranitsaga, misol uchun turli xil joylarga o'sha yo'llanma berib qo'yishingiz mumkin. Bu gipersilka orqali. Atmana. Xo'p, keyingisi примечение. Примечение bu izoh qo'shish. Shu taqdimotga, misol bu taqdimotni men tayyorladim ko'rinishida. Misol uchun buni o'chiramiz. Mana bu yoqda ustiga bitta bossangiz, o'sha
kommentariy ko'rinadi. Ya'ni bu kommentariy shu PowerPoint dasturida ishlayotganlar uchun ko'rinadi xolos. Kommentariy yozib izoh qo'shib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi buni o'chirib tashlashimiz ham mumkin bunday qilib. Xo'p, keyingisi bu ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu mana Word art orqali turli xil o'sha ko'rinishlarga olib kelishimiz mumkin shriftimizni. Mana qanaqadir shriftimizni turli xil ko'rinishlarga olib kelib sozlashimiz mumkin bo'ladi. Hop, vstavka bo'limida keyingisi bu data и время. Bu o'sha sana va vaqt bilan ishlash. Keyingisi nomer slayd nomeri bilan ishlash. Undan tashqari obyekt bo'limi bor ekan. Obyektlar bilan ishlash. Hop, keyingisi mana bu yoqda video, bu yoqda ovoz, bu yoqda zapis ekran. Shunaqa qismlari ham bor ekan. Endi asosiy kerak bo'ladigani bu jadval va rasm asosan. Keyin diagramma kerak bo'lishi mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan qism mana shu qismda. Endi bular ham kerak bo'ladi, lekin asosan bu qism ishlatiladi. Keyin mana bu yoqda taqdimotni. Xo'p, negadir ishlamadi bu? Ya'ni umumiy vstavka bo'limida biz rasm qo'shishimiz mumkin, tablitsa qo'shishimiz mumkin, misol uchun figuralar qo'shishimiz mumkin, diagrammalar qo'shishimiz mumkin, havolalar qo'shishimiz mumkin, izoh qo'shishimiz mumkin, front o'sha shriftni nima desa bo'ladi, fontni formatini o'zgartirishimiz mumkin, vaqt va sana bilan ishlashimiz mumkin, slayd nomerini chiqarishimiz mumkin, o'sha slayd nomerlar bilan ishlashimiz mumkin. Xo'p. Shunaqa, umumiy shular bilan ishlashimiz mumkin asosan. Keyingisi dizayn bo'limi. Dizayn bo'limi bu butun boshli prezentatsiyamizga qanaqadir o'sha nima desa bo'ladi, fon berib qo'yishimiz mumkin. Turli xil ko'rinishda, misol uchun mana shu ko'rinishda bu ham chiroyli. Butun boshli prezentatsiyaga shu fonni berib ishlashimiz mumkin. Undan tashqari mana fonni tanlaganimizdan keyin fonda rasmini tanlash, ya'ni rangini tanlashimiz mumkin. Misol uchun bu fon bo'lsa mana bu fonni rangini tanlashimiz mumkin. Turli xil rang. Bu fonni turi, fon deyman, ya'ni menyuni turi. Buni tema deyish ham mumkin. Shu temani turi, temani bu yoqdan rangini sozlashimiz mumkin. Turli xil ko'rinishda. Undan tashqari bu yoqda razmer slayd bor, ikki xili bor, 4x3 qismi bor. Mana 4x3 ko'rinishi kichkina bo'lib qoladi. Lekin asosan 16:9 versiyasi, manaqa shiroki versiyasi ishlatiladi. Shiroki ekranli. Shunda turgani yaxshi. Format foni, bu yoqdan o'sha fonni formatini belgilashimiz mumkin. Bu yoqda mana rangini tanlashimiz mumkin. Gradientniy, sploshniy, misol risunok, tekstura, gradientniy shunaqa turli xil o'sha fonni formatini belgilashimiz mumkin bu orqali. Ctrl-Z orqali qaytarib qo'yamiz. Umumiy dizayn bu o'sha prezentatsiyamizni, slaydlarimizni temasi bilan ishlashimiz uchun kerak bo'ladi. Keyingisi perexod. Bu ham juda bir ajoyib qism. Mana o'sha slayddan slaydga o'tayotgan paytimizda qanaqa o'tish kerak? Shuni ko'rsatib beradi. Turli xil ko'rinishda bor. Tepadan pastga chiqib keladi, bu yoqdan bu yoqqa surilib keladi. Panoramniy bo'ladi. Bunaqa ko'rinishi bor. Bunaqa ko'rinishi bor. Qarang mana. Bu ham juda chiroyli ekan. Bunaqa ko'rinishi bor. Bunisi, mana bunaqasi, bunaqasi. Turli xil o'sha ko'rinishdagi fonni ochilishlari bor. Ya'ni o'tayotgan paytda keyingi o'sha slaydga xuddi shunaqa ko'rinishda o'tadi. Misol buni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana chiroyli holatda o'tadi. Shu perihodini tanlashingiz mumkin. Bundan tashqari misol bu yoqdan qaysi tarafdan chiqishini ham belgilashingiz mumkin. Mana ishlatyapmiz, qaysi tarafdan chiqish kerak? Bu tarafdanmi? Bu tarafdanmi? Bu tarafdanmi? Qayoqdan chiqish kerak? Buni ham sozlashimiz mumkin bo'ladi bu orqali. Xo'p, undan tashqari mana bu yoqda o'sha deleteness, ya'ni uzunligi, vaqti. Necha sekundda sodir bo'lsa bu narsani. Vaqtini belgiladik. E'tibor bersangiz tez bo'lyapti. Tanlashimiz mumkin. Qanaqadir misol hozir aytaylik, mana shu. Qarang, mana bu nisbatan sekinroq, lekin buni vaqtini 0:50 ga tushirib qo'ysak, endi bitta bo'lsak, qarang, juda ham tez bo'ladi. Ya'ni bu o'sha qancha vaqtda bo'lishini sozlashimiz mumkin. Xo'p, po'stovchku. Xo'p, shu umumiy bu yoqdan perihodni qaysi ko'rinishda bo'lishini, ya'ni slayddan slaydga o'tayotgan paytimizda qanaqa almashishini tanlashimiz mumkin.
Hop, keyingisi animatsiya. Animatsiya bu ko'proq o'sha bizga qanaqadir bir figura kerak. Misol uchun qanaqadir figura tanlab olamiz. Tanladik. Mana bizga rangi aytaylik ko'k bo'lsin. Yana bitta tanlaymiz. Misol uchun uchburchak. Shiftni bosamiz. Mana to'g'rilandi. Buni ham ustiga bosib shiftni bossak to'g'rilanib qoladi. Mana. Hop. Shunda animatsiya zo'r ko'rinadi. Misol buni tanlaymiz. Animatsiya bo'limiga o'tamiz. Menyusiga turli xil animatsiyalarni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun bu ko'rinishdagi animatsiya, bu ko'rinishdagi animatsiya, bu ko'rinishdagi, bu ko'rinishdagi, bu ko'rinishdagi, bu ko'rinishdagi. Yo'qda endi qaysi tarafdan ketish kerak yana? Ichkaridan tashqarigami yoki tashqaridan ichkarigami? Mana bu yoqda. Tepadan pastgami yoki pastdan tepagami? Mana bu yoqda ham. Qaysi tarafdan? Bu tarafdanmi? Bu tarafdanmi? Bu tarafdan? Bu tarafdan turli xil ko'rinishda sozlashimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari mana bu yoqda triggerni belgilashimiz mumkin. Qaysi tugma bosilganda yo bo'lmasa mana bu yoqda boshlanishi, qachon boshlansin? Щелчку, ya'ni o'sha mishkani ustiga bosganimizda buni ishlatib ko'rishimiz mumkin. E'tibor bersangiz chiqmayapti. Endi buni ustiga o'sha mishkani bossak mana. Xo'p. Boshdan ishlatamiz. Aytamiz. Xo'p, buni almashtiramiz. Aytaylik, mana S ikkinchisiga ishlatamiz. Bunday o'tkazsak, bunday chiqib keladi. E'tibor berishingiz mumkin. Mana o'tkazamiz, bunday chiqib keladi. Bundan tashqari buni eng tagiga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bunday o'tkazamiz, chiqib keladi. Ya'ni shunaqa turli xil ko'rinishdagi animatsiyalarni qo'shishimiz mumkin. Xo'p. Keyin buni vaqtini belgilashimiz mumkin. Bu yoqqa zadeshka qo'shishimiz mumkin. Mana misol uchun mana buni bosib turib, zadeshka qo'shmasdan ko'rsataman. Mana e'tibor bering. Aha, tushunarli. Mana birinchi bu ko'k chiqyapti, keyin bu qizil chiqyapti. Endi buni posholchku emas, ikkalasini ham bir xil qilib qo'yadigan bo'lsam, misol uchun mana endi ko'ramiz. O'taman. Ikkalasi ham birdaniga paydo bo'lyapti. E'tibor bersangiz. Mana birdaniga paydo bo'lyapti. Shuning uchun mana qizilga aytaylik 1 sekund zadeshka qo'shsam 1 sekund kutib turib, keyin paydo bo'ladi. Bosamiz. O'tdim. Mana bu chiqib keldi. 1 sekunddan keyin bu paydo bo'ladi. Shunaqa zadeshka qo'shish mumkin. Shunaqa umumiy olganda bu yoqda animatsiyalarni ishlashimiz mumkin. Nafaqat bu shakllarni biz bu bo'limga ham animatsiya qo'shib, qanaqadir o'sha mana bo'limga ham animatsiya qo'shishimiz mumkin. Shunaqa turli xil animatsiyalarni qo'shib ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi retsenzirovание bo'limi. Retsenzirovание bo'limi bu o'sha grammatik xatolarni to'g'rilash uchun va bunaqa примечениyalarni qo'shish uchun, tilni almashtirish uchun, shunga o'xshash qanaqadir xatoliklar bilan, grammatik muammolar bilan, grammatik xatolar bilan, grammatik standartlarni belgilash uchun ishlatiladi umumiy retsenzirovание. Xo'p, mana orfografiya bor, misol taqdimot tanladik. Bizga hech qanaqa variant bermadi. Misol uchun nima bo'lishi mumkin? Qanaqadir bip desak belgilab olamiz. Orfografiya, tezarus, bizga qanaqadir o'sha grammatik xatolarni to'g'rilab berar edi. Orfografiya, tezarus degani deylik chiqani, degani orfografiya. Mana e'tibor bersangiz, degani degan so'zi, o'zbekchasiga degani degan so'zini o'sha ingliz tilidagi o'sha mana shu so'z bo'lishi mumkin, qarab ko'rchi, balki shu so'zdir deb nima desa bo'ladi? Taklif beryapti. Misol uchun taklif so'zi tanlab olamiz. Orfografiya ustiga bossak, mana talky, talker, talky, toilet, talker, ya'ni ingliz tilidagi o'sha talk o'zagidan, aytish, gapirish o'zagidan chiqib kelgan so'zlarni bizga nima desa bo'ladi? Taklif qilyapti.
Ya'ni sen taklif emas, balki talky, balki talker deb yozmoqchi bo'lgandirsan deb taklif qilyapti. Misol birortasini tanlab turib, misol izmenit qilsam, mana talkyga aylantirib qo'yadi. Grammatik xatolarni to'g'rilash uchun, anaqa tarjima ishlarini qilish uchun, tilda almashtirish uchun, примечение o'sha izoh qo'shish uchun ishlatiladigan qism bu qism. Keyingi qism bu vid bo'limi. Vid bo'limi o'sha o'z nomi bilan vid ko'rinishni sozlaydi. Mana misol uchun mana strukturasini chiqarishimiz mumkin. Bu ko'rinishda, mana bu ko'rinishda, mana bu ko'rinishda qanaqadir obrazetslari bor slaydlarni. Mana qanaqadir temasi bor, mana turli xil ko'rinishdagi. Mana umumiy shu qismlarni chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Vid bo'limi orqali. Undan tashqari manaqa vid bo'limiga joyiga qaytaraylik. Mana joyiga qaytardik. Shu vid bo'limida turli xil ko'rinishlarni chiqarishimiz mumkin. Undan tashqari mana bu yoqda masshtabni belgilashimiz mumkin. Misol 200 qilib turib enter bossam, mana 200 piksel yaqinlashib qoladi. Buni bossam, ya'ni joyiga, ya'ni yuzga qaytib qoladi. Ya'ni eski anaqasiga. Bu yoqda endi o'zimiz sozlab olishimiz mumkin. O'sha kontrol va sichqonchani haligi aylanadigan g'ildirakchasi orqali sozlashingiz mumkin. Bu yoqqa o'tib o'tirmasdan. Ya'ni shu. Bundan tashqari anaqa setga qo'shishingiz mumkin. E'tibor bersangiz, setga paydo bo'lib qoldi. Anaqa направляющий bor ekan. To'g'ri qo'yishingiz uchun bloklarda adashib ketmasligi uchun to'g'ri qo'yib olishingiz uchun ishlatiladi. Xo'p, bundan tashqari lineykga qo'yishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bor. Bu yoqqa zametka, bu yoqqa makroslar, misol uchun перейти другое окно. Xo'p, umumiy bu yoqda ko'rinish qismini sozlashingiz mumkin. PowerPoint dasturini. Bu o'sha Excelga ham, Wordga ham juda ham o'xshashib ketadi. Endi Excel, Wordda sal boshqaroq ko'rinardi, lekin bu yoqda umumiy o'sha ko'rinish bo'limi bilan ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda rejim чтения bor, mana o'qish rejimiga o'tkazib beradi. Ortiqcha narsani olib tashlab escape bosib chiqib ketishimiz mumkin. Umumiy shu ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan menyular shular edi. Endi PowerPointda Excelchalik, Wordchalik ko'p emas, lekin ancha bor. Endi xudo xohlasa keyingi darsda sizlar bilan shu amaliy bir nechta ishlarni qilishga harakat qilamiz. Amaliy ko'rinishda, amaliy nima desa bo'ladi? Birorta prezentatsiyani tanlab, qanaqadir o'sha Wikipediyadan yoki boshqa joydan qanaqadir ma'lumot manba olib, o'sha manbadan foydalangan holatda bir 10 ta sahifali, 10 ta slaydli, 15 ta slaydli prezentatsiyalar tayyorlashni o'rganamiz. Hamma narsani ko'rib chiqdik. Deyarli o'sha prezentatsiya tayyorlashimiz uchun kerak bo'lgan hamma narsa bizda yetarli. Endi shu bilimlardan foydalangan holatda keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Jalol Abdumanopov bo'ldi. Keyingi darslarda o'sha amaliy ishlarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.